Ha, albomimiz qalay chiqibdi? Yaxshi. Kola ichasanmi? Mayli, qo'ying. Nima qilyapsiz? Shunaqa ham qo'pol bo'lasizmi? Bilasizmi, adam qancha pul ketgan bunga? Axir bu yangi mebel bo'lsa, hali bir oy ham bo'lgani olib kelganimizga. Tavba qildim. Hozir o'zim yig'ishtirib olaman. Ha? Qayerga olib chiqib ketyapsiz buni? Ha, bolalar bilan hovlida o'tirdik. Qolganlari ham kelib qoldi, shunga stul yetmay qoldi. Hozir buni hovliga olib chiqsangiz, tegi loy bo'ladi, eshikka urib olsangiz qiriladi-yu. Shuni o'ylamadingizmi? Dadam bu stulni siz o'rtoqlaringiz anta o'tirishi uchun olib kelib bermaganlar. Achinmaysiz deb pul ketmagandan keyin. Men olib kiraman endi buni. Agar belingiz og'rib, pul topib mebelni o'zingiz olganingizda, sal avaylabroq ishlatgan bo'lardingiz. Tekin kelganda-ya, urib-surib hamma sarpamicha eskirtirib tashladingiz. Ey, sal og'zingga qarab gapirgin. Hech kim senga mebel olib kelgan demagan. O'zingizlar qo'yarda qo'ymay olib keldinglarmi? Endi minnat qilishni bas qilgin. Iye, manchi minnat qilayotganim yo'q, eshitdingizmi? Mana opamni erlari, biz mebelni o'zimiz qilamiz desak ham, yo'q, bizani g'ururimizga to'g'ri kelmaydi deb o'zlari olib kelganlar. Endi siz o'zingiz olib kelmaganingizga yarasha sal avaylab ishlatishni biling. Hey! Bo'ldi qil. Jonimga tegding, tushundingmi? Mana endi ko'rasan. Ana endi senga ko'rsatib qo'yaman. Kelavering, kelavering. Yuring. Kelavering. Ehtiyot bo'ling. Bo'ldi. Aha. Yana. Bo'ladi. Farqoga. Tinchlikmi? Bu nima qilganingiz? Minnatli yoshingni uyingizga qaytarib jo'natib yuboryapman. O'rniga o'zim belim og'rib topgan pulimga yaxshi, sifatli, ancha yil xizmat qiladigan mebel olyapman. Oh. Labek. Hozir o'zim ko'rsataman. Kiravering, tushiring aka. Tushiravering. Bo'ldi aka. Bolalar sunovga qilyapti. Qolgan mahsulotlar yo'lda kelyapti. Baraka topinglar aka. Og'rimni yengil qildinglar. Bu xotin tarafiga hech tatimas ekanda. Okey. O'zi boshidan sapsanga murojaat qilaverishingiz kerak. Biz yetkazib berishimiz ham, o'rnatib berishimiz ham bepul. Ha, yo'q. Ish qilib uyaltirib qo'ymaydi mebellaringizni. Okey, nima deyapsiz? Bizning serial mahsulotlarimiz Rossiya bilan Turkiyadan olib kelinadi. Xudo xohlasa ancha vaqt xizmatinglar qiladi, uyaltirmaydi. Aytgancha, agar pulingiz yetmaydigan bo'lsa, bo'lib to'lash xizmati ham bor. Bo'ldi, baraka toping aka. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Arzimaydi. Uydagilar telefon qilishdi. Mebellarni qaytarib yuborganingizni ko'rib, meni ham uyga jo'natib yuborasiz deb o'ylab qo'rqib ketishibdi. Nima kulasiz? Kulgili gap gapirmadim-ku. Men seni qaytarib yuboraman. Men shunchaki kerak emas narsalarni jo'natib yubordim. Kerakli narsani hech qachon qaytarmayman. Meni kechiring. Jahl ustida sizga bilmay qattim gapirib yubordim. Sen meni qiyshuq o'rgan bo'lsang, kechirmay qayerga ham boraman. Lekin hech qachon eringni g'ururi bilan o'ynashmagin. Xo'p. Yarashdikmi? Yarashdik. Unda ketdik, ovqatlanamiz. Ovqating tayyormi? Bo'ldi, ketdik. Ha, mebel yoqdimi senga? Yoqdi. Yurasan. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati?